Ağını sayatga o'tiblar, uya bu yerdan mehmonlar keldi deb daduydan uqtirib qoldi. Buningdagi qattiq diqqat qilinglar uylarda. U bular kirsa, ishkirlardan, hatto chet ellardan mehmonlar kelib kirishi mumkin. Qattiq diqqat qilinglar. Toshkentda 3-4 kunga qo'lim qo'shnilar biz o'yliq yig'ili, qo'noq-no'parani qilib o'tirdik. Nereden keldiki bir Shandonlik tarjimonga kayinli bir koreyalik bor. Ikkisi kirib kelib Shandonlikdan issiqda nerus yuziga chiqibdi. O tamam öyle diyen batıka hangi öndeydi onu mrivan zıkam mukam oldu dedi. Ama dadam 10 tili kan soç yap kumaydı ona karab vaa kal dedi. Abi o kızıydıgan buldu değişim gibi keyinden Koreyalik kirip kepla. Kosaymaz kamsam mıydı al dedi. Apamın şinariyenin kilosu usta. Koreyalik şapırlı karab simidi al da şu kadar. Ne bok yaptı bu depli şunu onu ağaç uyutarak başlap apam aldı da şikimeyman kayında kirkit barat ya Shandonlik doyundan nakşları kostu ki. Apam karapla mar todi moto soğuk kırpan nilyo dedi apamın kızı hotun kendi şapırlar ga va Kendili şunu ola bak utuk iştidigan buldu deb uyga kirdik saypalgan o'lgidek chiqirib aytdik Chinese nice deydi Xinjiang va Hol deydi aganzu o't mehmon qilyaptik chiqadigancha endi bularni esida qag'dak birini qo'ytaylik dedi dadam shu o'tildiki davatga qo'yishimiz bularni esida qag'dak do'p kiygizaylik millatning an'anasini unutmaydi dedi bo'lmaydi takenchini bir agilib qo'ydi topasida ne dedi mayaqtiki nurbayatga qo'yishimiz unda to'n kiygizaylik buni to'n dedi to'nmi bo'lmaydi uni bitta bir agilib qo'y topasida desa ilaklar deb ilgirki qiziq bir buvoyapti. Ularni izini qag'dakmi? Ularni izini qag'dak haqimizni qo'yaylik.抖音